Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari va bizni tasodifiy ko'rib turgan aka-ukalar, YouTube'dagi Vodiy Chorva kanalining ashaddiy obunachilari. Akalar, bugun xudo xolasa sizlar uchun inshaalloh foydali video qilamiz. Xudo xolasa akalar, endi bugun bozorlarga chiqa olmadik, shuning uchun xudo xolasa xalqimizga yanada bir foydaliroq video qilishga harakat qilyapmiz. Xudo xolasa like tugmachasini bosib, kommentariyga fikrlaringizni yozib qoldirasiz degan umiddamiz. Xudo xolasa har bitta ko'rgan odam, mana shu videomizni masalan ko'rgan odam shunday like bosib, bitta kommentariyga bitta oddiy bir nima edi, stiker bo'lsa ham tashlab qo'ysa, xudo xolasa videomiz ko'pchilikka yetib boradi. Ko'pchilik xudo xolasa manfaatli videodan inshaalloh yaxshi foyda qiladi degan umiddamiz. Xudo xolasa bo'lmasa biz videolarimizni boshlaymiz. Videomizni boshidan akalar yaxshilab joylashib olinglar. Xudo xolasa sizlar uchun nima edi, chiroyli, sifatli, eng muhimi foydali bo'lgan video, manzaraga ham chiroyli qilamiz. Xudo xolasa nima zerikmaydigan video qilamiz. Xudo xolasa akalar, bugun Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on Arzonchi Optim qishlog'i o'zimizning xonadonimizda akalar videolarimizni olib boryapmiz. Xudo xolasa o'zimning qo'ylarimda akalar qanday boqyapman, qanchadan olindi, qanchadan bir boqilyapti, nima maqsadda go'shtlanishdan uzatganmi, nimaga olindi, qanaqa qo'ydan qanaqa tarzda nima edi boqiladi degan savollarga javob beramiz. Xudo xolasa o'sha manfaatli bo'lsa like bosib qo'yasizlar. Xo'p akalar, xudo xolasa dastavval qo'ylarimizni bir ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa mana ko'ryapsizlar, bir tomonda afg'on, bir tomonda arashan qo'ylarimiz. Xudo xolasa birinchi ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Xo'p akalar, qo'ylarimizni dastavval qoralarini razmerlariga bir hisobga olib, bir razmerlarni bir ko'rsatib o'tsak akalar, men nega metrdan topa olmadim akalar. Mana shu metr bor ekan. Shu metrda endi qo'ldan kelgancha o'lchashga harakat qilaman. Xudo xolasa. Xo'p akalar, birinchi navbatda qoramizni ichki qismini razmerlarini aytib o'taman. Endi buni metrda o'lchab bo'lmaydi akalar, 0 qilib. Akalar qaranglar. Bunaqasi akalar 2 metr. 2 ga ozgina yetmaydi, 2 metr qilsagan bo'laveradi. 2 metr. Bunaqasiga akalar 3,5 metr oshiqroq, 4 metrga yaqin. 2 ga 4 qilsagan bo'laveradi akalar. Xudo xolasa 10 ta qo'y xotirjam sig'adigan, 10 ta qo'y xotirjam nima deydi? O'rnashadigan qora asosiy akalar aytib o'tamiz, har doim videomizda aytib o'tamiz, qishda endi qo'ylar sayib qilib ketmaslik uchun 8 tadan jo'lasangiz ham bo'laveradi. Xo'p akalar, qo'yilgan ustuvlarimizni akalar balandligi bu metr, 1 metrlik metr. Sheydan ishga o'tsak, mana 1 metrga yana shu taxtani o'rni qo'yapmiz. Endi bitta o'zim bo'lganim uchun 10. 1.10 ga akalar, mana shu bo'yi 1.10. Qo'ylar xotirjam nima turadi, o'tib ketmaydi, baqa sahra o'tib ketmaydi. Mana ichki kengligi ham akalar tabiga ko'ra. Hop. 20 ekan. Emasda 20 qilaverar ekansizlar. Qo'y ekanlar, sig'ib qilib qolmaslik uchun 20-18 atrofida qilaverasiz. Tekis bo'lish shart emas. 20 ga 0 bo'lish shart emas, endi 1 sm qilaveradi. Hop. Qoramizni nimasini balandligi. Oxirini balandligi. Tak. Nechik 65 ga keladi, o'ndagan ekan. Bu tomoni 65 ekan. Bu temir qo'ra bo'lgani uchun ikkala tomoni ham bir xil ekan, 65. Hop. Bunaqasiga yechamiz. 35 dan oshiqroq 38 ekan. Akalar, buni buyurtma qilsalaring o'zi nima deydi? Nima bo'ladi o'zi? Zavodskiy bo'ladi bu. Buni bunaqasini o'lchash shart emas, chunki bu zavodskiy bo'ladi. Hop. 30 cm ekan, 30 cm ekan. Mana qo'ydi. Xotirjam mana kellansini solib yeb. Mana shu 30 cm ekan. Teradan bitta qahva qo'ysalaring, 1 metrga qaqiladi akalar, mana 1 metrga qahva qo'yadi. Hop, ichki qismlarini aytib o'tdik. Hop, yo'lagimiz akalar 1.20 bo'lsa kerak. Mana o'lchaymiz pastdan. Xuddi shunaqa 1 metrga ozgina 1.15 1.20 chiqadi akalar yo'lagimiz. Kirib chiqish uchun odam o'tadigan nimamizni ham o'lchab o'tamiz. Hop. 60 akalar.
ichki nimasi 60 ekan. 60 xotirjam odam kirib chiqib, tezroq qilsalar bo'laveradi. Biroq aravaga joylar, aravaga bir moslashtirsalar ham bo'laveradi. Lekin o'ziga yem berish uchun qulay tarzda 62 60 ekan. Bunisi bunaqasi 60 ekan. Qoralarimiz razmerini aytib o'tdik. Akalar yana buni chekkasiga qo'ramiz. Chekkasiga bunday to'sib suv qo'yadigan qilsangiz ham bo'laveradi. Hop, qoralarimiz akalar tashqi qism yo'lali istashga, ichlari istashga emas. Mana ichlari ponni akalar o'zi yer turpag'ida qilingan, turpag'ida qo'ygan. Sababi endi qishda akalar uni qo'ydi namligini yer tortib oladi. Agar istashga torta olmaydi, oyoq og'riga kelib chiqadi. Shuning uchun istashga yerda ichki qismi istashga emas, tashqi yo'lak istashga akalar. Hop, mana. Buni bitta odam xotirjam aylanib yuradigan, xotirjam yem beradigan holatda akalar. Hop, yana bir narsani aytib o'tmoqchiman akalar, biz qilgan xato desa ham bo'laveradi. Eng tagi qismini, eng mashhur tagi qismini akalar iloji boricha stashka bilan bekitib ketinglar, to'sib ketinglar. Chunki mana ichiga turpa teva ko'tarilganda baqa chiqib ketib, yo'lallaringizni rasoq bo'ladi. Tez ko'p nima edi, har kuni ish qilishga to'g'ri kelib qolyapti. Shuning uchun bu yerda stashka qilsalaring ishlaring ancha yengillaydi, osonlashadi. Xudo xolasa, mana shu yerda to'sib ketishni unutmanglar. Akalar, yo'lak nimalarimizda stashka ishlarga bo'lak to'silgan o'rtadan xuddi 120 mana shu bunday deyarli bir xil 120 da 1 3 4 5 6 qavat urilgan ekan. Hop akalar, 6 qavat urilgan ekan. Afg'on qo'ylarimiz akalar, xudo xolasa afg'on qo'ylarimizni menimcha 4 tasi sotilgan akalar. Bu yerda hozir 7 ta qo'yimiz bor. Bitta qo'chqor, 6 ta urg'achi bularni 4 tasini adashmasam sotib yubordi, 2 tasi hozircha turibdi. Mana. Bu yoqda endi arashan qo'ylarimiz o'zimizga endi bular narxini aytolmayman, chunki bular sotilgan narsa. Hop, akalar, bu yoqda endi arashan qo'ylarimiz, solular bilan 5 ta urg'achi bor ekan, bitta qo'chqor mana. Qo'chqorning qulog'iga bir ahamiyat beramadik. Qulog'i 24,5-25 sm lik qo'chqor. Kallagari bunisi ham o'ta kelgan, tikka arqa dumbalari ham kelganligi uchun qo'chqorimiz xush tutdi. Holsa birinchi yil seleksiyamizning birinchi yili inshaalloh qo'ylarimiz o'sha qo'chqorimizdan qochgan. Va qo'chqon bunisi 1 2 eng chekkada 3 tasi qochib bo'ldi, ikkitasi endi noma'lum. Endi ko'rganimiz 3 tasi qochib bo'lgan. Ikkitasi ham balki qochgandir endi. Xudo biladi. Xudo xolasa qo'ylarimiz ashinga qo'ydi, o'sha qo'chqordan inshaalloh qochdi. Bir nima dedi, seksiyasini, bolalarni chiqadigan bolalarni ko'ramiz. Agar yaxshi, chiroyli, bizga o'xshagan shalpan quloq, garibonisi chiroyli, sapsari, onasi ko'radigan qo'ylardan bersa, qo'chqorimiz qoladi, xudo xolasa. Agar endi nima edi? Qanaqa bir nasl berishiga bog'liq akalar. Endi biz ham qiziqib shu narsaga biz boshladik. To'g'ri, narxi qimmatroqlagan akalar, arashanlarcha qimmatroq bo'larkan. Bular ham yana ham birinchi sort emas, ikkinchi sort akalar. O'zicha qimmatroq bo'larkan, lekin xudo xolasa kutib qolamiz. Yaxshi bir nima edi? Kelajagi bor qo'ylarni, qo'zlarni kutib qolamiz xudo xolasa. Yoshlari 2 yoshdan, 4 yoshdan, 6 yoshdan atrofida akalar. Xo'p, bular kelgan akalar 1 oy, yo 1 oy emas, 3 oy bo'ldi ekaniga. O'sha mayda olingan. 10-maydan boshlab terilgan qo'ylar akalar. Shu maydan boshlab terilgan qo'ylar. Xudo xolasa turibdi akalar. Bularni olishdan maqsad shu, ko'paytirib seleksiya qilish, ko'paytirish, naslni ko'paytirish, O'zbekistonga yaxshi qo'ylardan ko'paytirish xudo xolasa. Afg'onlar ham xuddi shunaqa, bular narxi qimmatroq bo'lar ekan, lekin niyatimiz bor, yana afg'on olib, 10 chaqlan qilib, bundan ham bir nasl olib kirish, xudo xolasa yaxshi qo'ylarni shu qoralarimizga akalar to'ldirish xudo xolasa. Qoralarimiz akalar 7 ta qo'ra, punni 7 ta qo'ra, mana shunday tushgan oralarida hech qancha nima yo'q. Har ikkitasining yo'lagi bor xolos. Har ikkita qo'ranchi bittadan yo'lagi bor. Bu yoqda endi qo'ylarimiz yo'q, bu yoqda olishga kerak yo'q menimcha. Mana bu xolosdan yidaga yemlarga aytadigan bo'lsak, yidaga yemlari paxtani atqodi. Adamga demen paxtani atqodi. Mana kepakda aralashtirib, ustiga quruq makka beryapmiz. Oldin pishgan makka berib turdik, hozir quruq makka. Bitta faqirda mash faqirda yarimdan ko'proq qilib beriladi akash qo'ylarga. Xudo xolasa har kuni 2 mahal ertalab 7:30 larda, kech taraf 6:30 dagi berishalaring xudo xolasa bo'laveradi. Mana rejimimiz birinchi yemni yeydi, hammasi yemni yeb oladi. Chunki da bir hashar bersalar akalar, kimdir aytadi, oshqozonni qizdirib oladi, hashar yesa deydi, lekin bir narsa borki, hashar akalar chanqatadi, ikkinchi yemni yeyolmaydi.
Bu narsaga suv qo'shilgani sababiga bu narsa chanqatmaydi. Buni maza qilib yeb olgandan keyin, hashasi solgandan keyin, bir chanqagandan keyin qo'ylar suvni sirasi beraverasizlar. O'shasi bor. Endi oshqozoni qiziydi, qizimaydi bilmayman. Bu ham endi jonivor, hayvon, ya'ni xuddi biz ham endi oshqozonni qizdirib olamiz deb yengillasaymiz boshida. Borni ko'taramiz, xuddi shunaqa. Xo'p, nima deydi? Inshaalloh akalar qo'ylarimiz shu narsalarni yeydi. Birinchi kelganda akalar qo'ydi. Birinchi olganingizdan keyin Alben degan doridan 10 grammi, 5 gram qo'ydi. Yevdasiga qarab kattaroq bo'lsa 10 gram, kichikroq bo'lsa 5 gram bersalaring ichini tozalab, o'sha oshqozonlarning ishlarini tozalab, xudo xolasa yaxshilab qo'yadi. Undan keyin gastrit degan dori bor. Undan ham 5 gramdan berib qo'ysalaring ishtahasini yaxshilaydi. Xudo xolasa endi nima edi? Alben akalar qurtni ham to'kadi. Aptekalarda, vet aptekalarda bo'ladi gastrit ham. Alben ham qimmat dori emas, arzon dori akalar. Endi bitkanasiga akalar, endi veterinarda o'zi ko'r dorisini qilib beradi. Qilib qo'ysalaring yaxshi, qilmasalaring ziyoni yo'q. Vitaliga endi bitiga kanasiga ko'r qilib beradi, foydasi bor. Vitamin qilib qo'yadi, foydali, lekin ziyoni yo'q. Qilib qo'ysalaring ham bo'laveradi. Birinchi olganda akalar 15 ta, 10 ta olib ko'ringlar. Qo'ydi qanaqasini farqi yo'q, qo'chqarimi, sog'lig'imi, nima edi? Birinchi bir olib ko'ringlar, xudo xolasa, o'sha 10 tadan 15 tadan, chunki 50 ta, 60 ta, 100 ta olsalar, incha qiynalib qolishlari mumkin. Agar bir kattaroq fermer bo'lsa, qaraydigan odamingiz bo'lsa, u boshqa narsa, lekin o'ziga uy sharoitida xuddi menga o'xshab boqib turgan bo'lsa, akalar, biz ham birinchi hech qanchadan boshlamaganmiz, keyin tajriba akalar, mana birinchi 15 ta 10 ta tajriba qiladi, ya'ni ko'rib, qancha bir yaxshilab o'rganib olasiz, keyin 30 ta 40 ta qilsalaring ham xotirjam qaraydigan bo'lasiz. Endi yangi boshlaganlar uchun nima edi? Yangi boshlaganlar uchun akalar 50 ta 60 ta ko'proq qilish mumkin. Endi o'zim o'rganayman, o'zim yaxshi qaraveraman desangiz, marhamat oling, chunki ko'p qo'ydan ko'p foyda qoladi, xudo xolasa. Iloji boricha akalar arzonroq usulda berishga harakat qilinglar. Xuddi menga o'sha agar topasalaring paxtani atxodini, topolmasalaringiz silos bersalaring ham bo'laveradi. Xuddi shu hech qanchalar yemaydi akalar. Ikkita tag'arada paxtani atxodini suvga namlantirib, kepaga aralashtirib beramiz. Mana hech narsa bir faqat kepak bilan atxod xolos. Pishgan makka boshqa qo'yilmagan. Makkani ko'rasiz, quruvishi beryapmiz. Lekin yeyishi zo'r ekan. Har bittasi xudo xolasa o'shandan bir tag'aridan yeb bo'lsa, qorinni yaxshi to'q tutaveradi, qorinni ichiga kirib ketmaydi. Xudo xolasa. Endi makkani akalar, makkani o'sib bo'lgan, semirib o'sib bo'lgan, katta bo'lgan qo'ylarga berishlarini tavsiya qilaman. Kamroq mayli, kichkina qo'ylar bo'lsa kamroqdan, kattaroq bo'lsa ko'proqdan. Chunki kattaroq qo'ylar tez semiradi, makka tez semirtiradi. Shuning uchun bug'doyda pishirib bersalaring ham bo'laveradi. Bug'doy unga semirtirmaydi, o'sishiga ham ta'sir qilmaydi, qotirib qo'ymaydi akalar. Xudo xolasa akalar, buni yeb olgandan keyin hashab beramiz dedim. Har bitta qo'raga bir tag'aradan biz beda beryapmiz. Beda agar beda bo'lmasa, mosh ham bo'laveradi. Yerga qatirsam bo'laveradi, farqi yo'q. Oldi nima edi? Ko'chadan o'rikkan o'tni quritib turib, qirqib bersangiz ham bo'laveradi. Hashak, chunki oshqozonga desertdek gap, o'sha qornini to'ygandek qilib turadi. Hashakni o'zi bilan boqsam bo'laveradimi? Kepakni o'zi bilan boqsam bo'laveradimi deganlarga yo'q akalar. Nima edi? Boqsalaring bo'lmaydi emas, bo'laveradi, lekin o'zgarish bo'lmaydi, o'zgarish sekin bo'ladi. Chunki bularda haqiqiy semirtiradigan, o'stiradigan, rivojlantiradigan narsa bu makka, bug'doy, arpa kabi mahsulotlar. Endi hashak yoki kepakni o'zi u shunchaki qorin to'ydirgan akalar. Xuddi dalaga olib chiqqandek gap. Qorin to'ydirib turadi, lekin o'zgarmaydi, semirtirmaydi. Sizga endi ozgina nima edi, ko'proq boqishni to'liq mumkin yoki nima edi? Siz kutgan foydani bermasligi mumkin. Yaxshi yem bersalaring, yaxshi qarasalaring, yaxshi mehr bersalaring, xudo xolasa siz aytgandan ham a'lo qilib nima beradi. Xudo xolasa yaxshi foydasini beradi inshaalloh. Chunki shuncha yildan beri qo'y boqib, birorta ziyon qilmadi. Chunki qo'y baraka narsa, Alloh yashirgan hayvonlardan biri. Xudo xolasa jannatdan chiqqan narsa bo'lgandan keyin inshaalloh barakani unga oldirishgan. Xudo xolasa qo'ydan ziyon qilmaysiz. Faqat shu mehr akalar, baribir nima deydi? Har narsaga mehr bersalaring yaxshi foyda qilaverasiz. Molga ham, qo'yga ham, echkiga ham, hayvon zotiga, o'zingiz ishingizga ham mehr bilan qarasangiz, xudo xolasa har qanday ishda ham bilasizlar, yaxshi bir
qiziqish bilan qarash. Buni masalan yaxshi ko'rgan odam, qo'yga qiziqqan odam mana shunda o'tiradi, yarim soat, 1 soat mashhurlarga tomosha qilib, ishlarini ko'rib o'tiradi. Xuddi meni dadamga o'xshab. Men nima deydi? Qiziq odam, yaxshi ko'rgan odam xudo xolasa. Mana barcha ma'lumotlarda akalar xudo xolasa aytib o'tdik. Qo'llarimizda razmerini qo'ldan kelgancha o'lchab, mana shu metrimizda, nagi metrimiz ham bor, topilmay qoldi. Akalar, buni oxurimizni tagida ham xuddi shunday qilib mana tashkil qilinglar. Buni go'ngida chiqib qolmaydi. Mana bunga o'xshab bunda chiqib qolyapti, bunda chiqmaydi. Xudo xolasa akalar, qo'ldan kelgancha ma'lumotlar aytdim. Endi bilimim yetguncha bilasiz akalar, bitta ma'lumotlarda masalan qo'yga bag'ishlangan ma'lumotlarda qo'y boqishdagi sir-sinoatlarda akalar bilasizlar, bitta videoga sig'dirib bo'lmaydi. Chunki ko'payib ketadi, 1 soat gapirishga to'g'ri keladi. 1 soat videoni hech kim ko'rmaydi. Shuning uchun kommentariya qismimiz bekorga aytmayman. Kommentariyaga biz savollaringizni yozib qoldiring. Xudo xolasa men masalan bu yosh bola nimani ham bilar deyishlari mumkin akalar. Men xudo xolasa shuning ichida dadalari menga xuddi bobo kasb. Biz 3-avlod bo'lib ketyapmiz. Hozir yetarlicha bilimga egaman deb o'ylayman. Agar savollaringiz javob bilmasam, dadamdan so'rayman. Dada shunaqa savol kelyapti, nima qilsa bo'ladi? Masalan. Xuddi shunaqa akalar, xudo xolasa. Endi yo'taliga qo'yimizni yo'taliga qanaqa davolash kerak, bitkinasiga qanaqa dori qilish kerak, ularni akalar keyingi videomizda xudo xolasa aytib o'tamiz. Xudo xolasa akalar kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Shuning uchun akalar, endi kimga qiziq bo'lsa kommentariya yozib ketinglar, qiziq ikkinchi qismini ham chiqaring deb. Xudo xolasa akalar, biz qo'ldan kelgancha chiqaramiz. Sizlardan foydalashga shu like va kommentariya va bizga obuna. Agar kanalimiz qiziq bo'lsa obuna, chunki kanalimizda faqat foydali videolar, bozorlarda obzorlari, shunaqa qo'y boqish sirlari yoki-da sotuvdagi qo'ylar, shunaqa noyob qo'ylar chiqaramiz, arashan, afg'onlar, qo'zolardan, go'zallardan chiqaramiz. Obuna qo'yinglar. Bundan oldingi keyingi videolarda ham bir qiziq ko'ringlar akalar. Xudo xolasa faqat manfaatli, foydali video. Kommentariyaga yaxshi pul yozganlarni, otasiga rahmat deb qo'yganlarni Alloh o'zi rozi bo'lsin. Chorvasiga Alloh o'zi baraka bersin. Xudo xolasa akalar, sog' va salomat bo'linglar. Bo'lmasa biz videolarimizni shu yerda nihoyasiga yetkazamiz. Shu aytgandek, qanaqa savollar bo'lsa kommentariyaga yozib qoldiringlar.